قال عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. Ko'proq sajda qil. Sajda qilgan sayin Alloh sening darajangni ko'taradi. Ham bir gunohingni kechiradi. Ya'ni bu hadislarda nindi sajda turnasiz boradi. Qaysi sajda turnasiz boramda? Namoz vaqtida. Nindigina amal bo'lmasin, nindigina g'ibodat bo'lmasin. Biz bu g'ibodatni qilgancha bu amalni, bu g'ibodatni narsa orqali o'zgartirishga tegishmiz. Qur'on ham sunnat. Qur'on ham payg'ambarimizning sunnati, ham sahobalarning, g'olimlarimizning anlovi. Bu amalni, bu Allohning amrini payg'ambarimiz shulay qilganmi? Sen bugun qilgancha. Bu payg'ambarimizning sunnatin sahobalar nechik o'taganlar, nechik qilganlar. Bugungi kunda ko'rga to'g'ri kela qo'y bir kishilar namoz vaqtida tugul, bortik duo qilish uchun sajdaga ketadilar. Bortik duo qilish uchun sajdaga ketadilar, ya'ni sajdaga ketib Allohga duo qiladilar. Payg'ambarimiz shulay ishlaganmi? Ha? Yo'q. Payg'ambarimiz duo qilish uchun, payg'ambarimiz ham uning sahobalar duo qilish uchun ayrim sajdaga ketmaganlar. Bu hadislarda nindi sajda turnasi bor? Namozdagi sajda turnasi bor. Demak, ko'proq sajda qil, demak ko'proq namoz o'qi. Farz namozlar, sunnat namozlar, ko'proq sunnat nafl namozlar o'qi. Shu namozlar vaqtida, sajda vaqtida Allohdan so'ra. Ham ko'proq namoz o'qigan sayin kishi ko'proq sajdaga ketadi. Ham Alloh uning darajasini ko'taradi. Ham Alloh uning har sajda sayin gunohlarini kechiradi. Ham shu sajda vaqtida, ya'ni namozdagi shu sajda vaqtida kishi endi Allohga duo bilan undashadi. Duo bilan Allohdan o'zining hojatlarini so'raydi.